Ey vatan yo'lingga qurbon ushbu shirin jonimiz. Ey vatan yo'lingga qurbon ushbu shirin jonimiz. Tinchlikdan o'zga yo'qdir dunyoda armonimiz. Ey sening to'proqlaring har zarrasi dur tutiyo. Bu jahonda sen erur shavkatu ham shonimiz. Ulug' Tangri taolo oti bilan hamd va sanolar bo'lsin uning habibiga Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Aziz Almor sayfasining ko'rchilari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umid qilamanki, yakshanba kunni ham yaxshilik bilan boshlab, ro'zgorlaringiz yaxshilik va kulgu bilan o'tsin. Bugun ham men foni Almor sayfasining Otalar so'zi aqlning ko'zi degan nomli dasturning turlamchi bo'limida huzurlaringizga qaror topganman. Umid qilamanki, bu dasturning ham to adog'dacha ko'rib, dasturning borliklaridan yaxshilik bilan istifoda qilib, do'st o'rtoqlaringizga, sahifalaringizga bu dasturning tushsangizlar. Tabqa ma'mul do'stlar, har hafta sizning huzurlaringizga bu barnomaga 10 ta Otalar so'zi aqlning ko'zi degan jumlalarni taqdim qilaman. Aynan shu hafta ham 10 ta Otalar so'zi aqlning ko'zi degan jumlalarni huzurlaringizga olib kelganman, o'qishga olaman. Do'stlar, har barnomaga aytamizki, fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, baxotir behtar taqdim qilish uchun shu barnomani qillasizlar komment orqali yozib, bizlarga yaxshi nazariyalaringizni sharik qilsangiz, barnomamizning eshigini ochamiz. Otalar so'zi aqlning ko'zi degan jumlalarni huzurlaringizga o'qishga olamiz. Birinchi, yoshlikda o'rgangan hunar yoshingga o'lja bo'lar. Yoshlikda o'rgangan hunar yoshingga o'lja qolar. Aytadilarki, yoshlikka ko'shish qil, tavoning bor, fikring bor, bir hunarda, bir kasb korda o'rgangin, to qarib qolasan, o'lguncha bu senga bir sarmoya bo'lsin. Senga bir o'lja bo'lsin, senga bir manbai daromad bo'lsin, senga bir umid bo'lsin. Bo'lmasinki qo'lingni boshqalarga uzatsang. Ikkilamchi, hunarli o'lmas, hunarsiz kun ko'rmas. Uchlamchi, har kimniki o'ziga, gul ko'rinar ko'ziga. Do'stlar, bu jumlalarni ko'pincha onalardan eshitamiz. Meni avlodim qancha xushro'y, qancha yaxshi, boshqani avlodi uncha yaxshi emas. Mehnatdan qo'rqma, minnatdan qo'rq. Ya'ni bizlar zahmatdan qo'rqmasak, lekin minnatdan qo'rqsak, ko'shish qilsak, o'z zo'ri bozimiz bilan bir narsa daromad qilsak yo qo'lga keltirsak, u ikki bizlarga muft qo'lga keladi. Gap desang qop-qop, ish desang betob. Do'stlar, bu jumlamiz ba'zi inlarimizga tambaldi, ishga qo'li bormaydi yo ham ishga tamballik qiladi. Gapni ko'p qop-qopcha biladi, lekin ish desangiz betob biladi. Shunday birodarlar ham jamiyamizga bor, yuraklarga tegmasin. Kichikka izzat qil, kattaga hurmat. Kalta eshak yukni buzar, yomon xotin yurtni buzar. Kitobsiz o'y jonsiz badandir. Do'stlar, har o'yga kitob yo'q, mutolaa yo'q, u bir taniki ruhi bo'lmasa. Do'stlar, hurmatli hozir kishilar, bugungi dasturimiz ham mana shu yerda o'z adog'ida ishladi. To kelgusi dasturlargacha hammalaringizning har kunji dunyoda bo'lsangizlar, Alloh taboraka taologa topshiraman, sog' amon qollar. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi dasturimiz ham mana shu yerda o'z adog'ida eshitib keldi. Umid qilamizki, dasturning to adog'idacha ko'rib, yaxshilik bilan maza qilib, do'st o'rtoqlaringizga sharik qilsangizlar. Hammalaringizning har kunji dunyoga bo'lsanglar, sog' amon bo'lib, yaxshi yashab yurgan bo'lsangizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.